Imom Rabboniy Quddisa sirruhuning nasihatlaridan. Bismillahirrohmanirrohim. Maktubu Duist va 80 yakum va Siyodat Maob Mir Muhammad Nomon sudiryapti. 281-maktub buyuk maqom sohiblaridan Hazrat Mir Muhammad Nomonga yuborildi. Dar shukr ne'mat intisobi silsilai Aliyai Naqshbandiya. Aliyai Naqshbandiya silsilasiga qo'shilishlikning ne'matligi va unga shukr keltirishlik bayon qilinadi. Va onki darin tariq roh va kamolot nubuvat va tariq tabiiyat va varosat mekshoyand. Bu tariqai Aliyai Naqshbandiyada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tabiatlariga o'tish va u zotning meroslaridan ulush olish va nubuvat kamolotiga erishish imkoniyati bu yo'lda bor. Har ki darin tariq bino va i'timod barvaqoyi va manomat xudsozat va ixtiro umur muhdisa namoyat va muroati odobi on nakunat xosir va xoib است. Yana bu xatda aytiladiki, kimki bu yo'lga kirib so'ng o'zini voqeotlari va tushlari asosida bu yo'lda bid'atni ixtiro qilsa yoki yo'l odoblariga amal qilmasa, u hasratda va noumidlikda, mahrumlikda qoladi. Ana shular bayon qilinadi. Va ma yunasibu zalika, va shu kabi masalalar aytiladi. Alhamdulillah va salamu ala ibadihi allazina istafa. Allohga hamdlar bo'lsin. Tanlab olgan payg'ambarlar bandalariga Allohning salot va salomlari bo'lsin. Shukri in ni'mati uzmo bakadom zabon bajo oratki Hazrati Haq subhanahu va taolo ma fuqararo بعد از تصحیح عقاید و موجب آرای اهل سنت و الجماعت شکر الله تعالی سعیهم به سلوک طریقه علیه نقشبندی مشرف ساخت. Biz faqirlarga Alloh taolo aqidamizni ahli sunna val jamoat ulamolarining aqidalariga ko'rsatgan fikrlariga muvofiq qilib olganimizdan keyin ulug' suluk tariqai Aliyai Naqshbandiyani bizga nasib etdi. Shunga bizni musharraf qildi. Bu ulug' ne'mat. Bu ne'matni til bilan aytib ado qilishlikni imkoni yo'q. Va az muridoni in va muntanasiboni in xonadoni buzruk gardonat. Aliyai Naqshbandiyaning yo'liga aqidasini rostlagandan keyin kiradigan inson bo'lsa, u buyuk xonadon a'zolariga aylanibdi. Nazdi faqir yak kom darin tariq zadan behtar az 7 kom tariqi digar است. Bu tariqatni ulug'laridan bitta saboqni olishlik boshqa yo'ldagilardan 7 ta saboqni olgandan afzalroqdir. Men ana shunday o'ylayman. Rohi ki ba kamolot nubuvat ba tariq digar tabiiyat va varosat kushoda meshavad. Maxsus va in tariq olist. Boshqa yo'llardan bu Aliyai Naqshbandiyaning ulug'ligi Rasulullohning tabiatlariga o'tishlik va Rasulullohning meroslaridan hosil qilishlik, natijada nubuvat kamolotiga erishishlik yo'li shu joyda ko'rinadi. Yo'li
mana shu Aliyai Naqshbandiya tariqatida topiladi. Muntahoyi tariqi digar to nihoyat kamolot viloyat است. از آنجا راهی به کمالات نبوت نگشاده‌اند. boshqa yo'llarni darslarini mukammal qilib, uning oxirgi kamolot cho'qqisiga erishgan inson valiylikning cho'qqisini topgan bo'ladi. Bu valiylik cho'qqisida payg'ambarlik, nubuvvat kamolotlaridan asar ham yo'q. از اینجاست که این فقیر در کتب و رسائل خود نوشته است که طریق این بزرگواران طریق اصحاب کرام علیهم الرضوان. من kitoblarda o'qidim, yozdim, risolalar bitdimki, bu Aliyai Naqshbandiyaning akobirlari, buzrukvorlarining tutgan yo'llari sahobai ikrom radiyallohu anhumlarning yurgan yo'llaridir. Ana shu sahobalarning yo'llaridan bular yuradilar. Chinochi ashabi kirom ba tariqi varosat az kamolat nubuvat hizz vafir giriftand. Zeroki sahobai kirom radiyallohu ta'ala anhular Rasulullohning suhbatlarida o'tirib, Rasulullohning meroslariga va nubuvvat kamolotiga to'liq ega bo'ldilar. Muntahoyi in tariq niz az on kamolot va tariq tabiiyat nasib komil meyoband. Bu yo'lni komil topgan zotlar, bu yo'lni akobirlari, pir murshidlari ham ana shu sahobiylar kamolotini topadilar. Zero ular Rasulullohga, Rasulullohning tabiatlarini o'zlarida hosil qiladilar. Rasulullohning tabiatlariga mukammal o'tganlaridan keyin ana shu munosabatni bularda ham paydo bo'lganini ko'rasiz. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tabiatlari nima edi? Rasululloh go'zal xulqli edilar. Xulqlari nihoyatda go'zal edi. Muhabbatda, taqvoda, iymonda peshqadam rahbar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tutgan yo'llari sahobai ikrom radiyallohu ta'ala anhularga mukammal o'tdi. Rasulullohning xulqlari, Rasulullohning ilmlari meros bo'lib o'tdi. Ana shu merosni bu yo'lning akobirlari ham qabul qilib oladilar. Mubtadiyon va mutavassiton ki multazam in tariqand va muhabbati komil va muntahiyon in tariq dorand niz umidvorand. Al-mar'u ma'a man ahabba. Bashorat ist. Bu yo'lni endi boshlovchi, yangi yo'lga kirgan birodarlar yoki shu yo'lda sobit qadam bo'lib kelayotganlar, shu yo'ldan yurib kelayotganlar o'zlarining komil pirlariga qo'ygan muhabbatlari natijasida shu kamolotlarning hosil qilishlikka katta ehtimol bilan umid qilinadi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis shariflarida bashorat berdilar. Al-mar'u ma'a man ahabba dedilar. Kishi o'zining sevgani bilan birga bo'ladi dedilar. Demak, kimga muhabbat qo'ygan bo'lsa, ana shu zotlar bilan birga bo'ladi. Mana shu yo'lning kattalari, piri komillari o'zlarining muhabbati, xizmati, taqvosi, ilmi natijasida sahobiy ikrom radiyallohu ta'ala anhularni kamolotlarini meros qilib oldi. Sahobiy ikrom radiyallohu anhular Rasulullohdan meros oldi. Demak, bular hammasi bir joyda jamlanadi. Bularga muhabbat qo'yganlar ham nochor Rasulullohning bashoratlariga muvofiq
shular bilan birga bo'ladi dedilar. Va dur aftodagon ro xoyib va xosir darin tariq. Ammo uzoq sanaguvchilar, bu narsaga ishonmaydigan munkir bo'lganlar, ular mahrumdirlar. Ular hasratda qolguvchilardirlar. Darin tariq kasist ki dohili in tariq shavad va muroat odobi in tariq nakunat va umur muhdisa darin tariq ixtiro namoyat va ba i'timod manomat va voqea xud baxalof in tariq aqdom kunat va dar surat gunoh tariq chist. Ba'zilar shu yo'lni qabul qilib shu yo'lga kirib, ammo yo'l odoblariga, tariqat odoblariga rioya qilmasdan, balki shu yo'lda bid'at, xurofot narsalarni ixtiro qilib chiqazib, o'zlariga shu ixtirolarini, shu bid'atlarini, shu beodobchiliklariga o'zlarida bo'ladigan voqeotlarni, manomatlarni hujjat qilib keltirib, bid'atlarni vujudga keltirayotgan insonlar, ular juda ham katta gunohga, juda ham katta aybga sazovor bo'ladilar. Xo'p, biz shu yerda ozgina sharh bermoqchimiz. O'zlarining manomatlariga, tushlariga va voqealariga ishonib, suyanib dedik. Bid'atni paydo qilishliklari ana shu bilan vujud paydo bo'lsa dedik. Bu yerda manomat deyishlikdan maqsad bu tushlar. Mana shu yo'lga kirgan yangi birodar bo'lib yo'lga kirib zikrni boshlagan paytida shu pirga bo'lgan muhabbati, shu Rasulullohga bo'lgan muhabbati natijasida, zikrni aytishlikni ulug'ligi natijasida Alloh taolo unga bir sinov berib qo'yadi. Bu sinov shundan iborat bo'ladiki, u tushida ko'rgan narsasi o'ngida haqiqat bo'lib chiqaveradi. Voqea degani shunaqa bo'ladiki, unga xoriq odat berilib qo'yiladi Alloh taolo tarafidan. Xoriq odat ya'ni hech kim qila olmaydigan kashfiyotlarni o'qiladi. Mana masalan, kushufotlarni o'qiladi. Masalan, duo qilsa ijobat bo'lib qolaveradi. Bir narsani bo'lsin desa bo'lib qolaveradi. Hatto jonsiz narsalarga hukm qilsa, buning hukmiga, izmiga boyagi jonsiz narsalar ham ergashib, bunga iqtido qilaveradi. Ana shunaqa holatda bo'lib qolgandan keyin shu holatiga o'zi aldanib, mag'rur bo'lib, ba'zi bir xurofot, bid'at narsalarni ixtiro qilganlar tarixda bo'lgan. Nafl namozlarni, nafl narsalarni farz deb, mana shunaqangi ba'zi bir makruh paytlarda namoz o'qi deb, Rasululloh qaytargan ishlarni qil deb, qilgan ishlarini qilma deb buyuradigan odamlar paydo bo'lgan. Ana ularni holini aytyaptilar. Ki ular o'zlariga nima hujjat desa, "Ma falonchi tushida ko'ribdi, falonchi mana shunday qilibdi, u bunday karomat sohibi edi" deydi. Vaholanki avliyolar yo'lida karomatlarga umuman e'tibor berilmaydi. Karomatni hatto hech kimga ko'rsatilmaydi, maxfiy tutiladi. La ilaha illallohni losini tegida ana bu karomat, mana shunaqangi voqeotlar hammasi yo'q bo'lib ketishi kerak. Ammo shuni hujjat qilib olib, bid'atlarni paydo qilayotgan odamlarni o'ta katta gunohkor hisoblanadi. Nimaga shunaqa gunohkor hisoblanadi desa, chunki masalan bir bid'atni qilgan odam, bir bid'at qilsa u qalbida men shuni bilmasdan qildim-da, majbur bo'ldim-da, qilmasim kerak edi, hali tavba qilardim degan unda bir o'kinch bo'ladi. Ammo bu holatdagi inson aldanadi. Bu holatdagi inson faxrlanib qiladi shu bid'atni, shu narsani. Shu uchun uni gunohi juda kattadir deyaptilar. U Baroh
منامات و واقعات خود متمشی است که روی به ترکستان دارد و به اختیار از راه کعبه منحرف گشته است. uni misolini quyidagi holat bilan tushunib olish mumkin dedilar. Bir odam Ka'baga hoji bo'laman deb ihromlarni kiyib Ka'bani istab chiqib ketyapti-yu, lekin yuzlanib ketayotgan tarafi Ka'ba emas, balki Ka'bani 90 gradus teskarisi Turkiston tarafga qarab ketib boryapti. Uni ko'rgan odam men Ka'baga ketyapman deb quyosh chiqish tarafiga qarab ketayotgan bo'lsa, uni nima deysiz? Ey, sen zalolatdasan, sen gumrohsan, sen ko'pga bora olmaysan, sen haqiqatni adashganingni tushunganingcha sen balki shu yo'lda halok bo'lib yo'q bo'lib ketasan. Sen u yoqqa yurma, bu yoqqa yur, adashgansan deb unga tanbih beradi eshitgan ko'rgan odam. Xuddi ana shunday gumroh odamlarning biriga aylanib qoladi agar u o'zining voqeotlariga, ma'lumotlariga suyanib bid'at, xurofot ishlarni paydo qilayotgan bo'lsa. Bitta bid'at bo'lsa ham, bitta sunnatga yoki bir odobga rioya qilmasa ham ana shu baho beriladi bu yo'lda. Chunki mana Hazrati Bahovuddin Naqshbandiy Quddus sirruhu bir nihoyatda mashhur avliyo, valiyulloh deb tanilgan odamni ko'ribdilar. Hazratni ziyoratlariga chiqib, nihoyat qiblaga qarab tupuribdilar. Shunda Hazrat uning ziyoratidan yuz o'girib ketgan ekanlarki, bitta odobni tark qilmagan odam albatta u sunnatni tark qiladi. Sunnatni tark qilgan odam vojibni, vojibni tark qilgan odam farzni ham tark qiladi. Bu odamda sharofat yo'q deb turib so'rashmasdan ketib qolgan ekanlar. Shuning uchun shariatdagi odobni ham mustahkam tutib tark qilmasdan shu yo'lda sobit bo'lib borgan inson kamolot sohiblari hisoblanadi. Ana shunday insonga bir azizi bayt bilan tanbih bergan ekanlar. Bayt: tarsam narasi ba Ka'ba a'robi in roh ki tu meravi ba Turkiston است. Ey a'robi, ey johil, sen ketayotgan taraf Ka'ba emas. Sen ketayotgan tarafing bu Ka'bani teskarisi Turkiston taraf. Qo'rqamanki sen Ka'bani mutlaq topolmay halok bo'lasan deb majoziy ma'nodagi bayt bilan unga tanbih bergan ekanlar ana shunday qilib yurgan odamlarga nisbatan. Xush namoyatki با وجود جمعیت یاران و سرکرمی طالبان این طریق شما را از اینجا بجا سازم. Hazrat Imom Rabboniy Quddus sirruhu aytadilarki, men sizlar uchun shu jamiyatni, shu muridlarning maqsadini hosil qiladigan, toliblarning boshini jamlaydigan suhbatni men oldimda quraman dedilar. Men shu yo'lni tebrataman deyaptilar. Men shunga rahbarman deyaptilar. Pesh az in agar ishorati basayr in hudud rafta bo'lad, mashrut basharoit buda. Bizdan oldingi zotlarning tutgan yo'li, kimki mana shu tariqai Aliyai Naqshbandiyani muridi bo'laman deb istab keladigan bo'lsa, unga bir necha shartlarga bo'ysunishligi kerak bo'lgan. U o'zining holatini shu suhbatga, shu holatga muvofiqlashtirgan. Al-hol nez mashrut bashart است. Hozir ham ana shu shart vujudga kelib turibdi. Hozir ham keladigan odamni avvalo o'zini holatini bu yerdagi bo'ladigan ibodatga, taqvoga, bu yerda bo'ladigan sharoitlarga tobe qilsin. Ba'd az istixorahoy mukarrar va inshiroh qalb beshubha va betaraddud. So'ng bir necha bor istixora qilsin va
shubhalardan, taraddudlardan qalbini poklasin. Qalbi agar shu yo'lga ochiladigan bo'lsa, az ijlos digari bajoyi xud barnahchi ki hech futuri bavaz sobiq roh nayobat. So'ng o'zini shu yo'ldagi yurgan zotlarning o'rniga qo'yib ko'rsin. Qani men shu yo'lga kirsam falonchilar kabi taqvodor, ilm istovchi, go'zal xulqli bo'la olamanmi yo'qmi deb shuni o'rniga qo'yib ko'rsin. Ki natijada esa avvalgi zotlarning tutgan yo'llariga bizni vaqtimizda futur yetib qolmasin. Agar mutavajjih in hudud shavand gunjoyish dorat. Ana shu holatni o'zini boshidan kechirib shularga tayyor bo'lib kelgan odam keladigan bo'lsa, bizni suhbatimizga kelsa, u albatta taraqqiyot topadi. Unda natija bo'ladi dedilar. Shu o'rinda bir mulohaza kelib qoldi. Hozirgi kunda ham shu yo'lni akobirlari, piri komillari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Aliyay Naqshbandiyani kattalari to qiyomatgacha davom etib suluk tebratib borishligi haqida Rasululloh bashorat berganlar. Hozir ham o'sha Rasulullohning davrlaridagi sunnat, ibodatga bo'lgan muhabbat, suhbat saqlanib qolgan. Alhamdulillah, biz ana shunday buyuk zotni etaklarini tutgan muridlarimiz. Bizni pirimiz Mulla Hikmatulloh Quddisa sirruhudirlar. Bu zotni kamolotini, sharofotini u zotning oldiga borgan, nafaqat borgan, balki ba'zi bir hol ilmini ko'ra oladigan, tushuna oladigan, his qila oladigan zotlargina u zotning buyuk okeandek daryo ekanliklarini his qiladi. Demak, shunday bir ulug' sharofatdan ba'zi bir shu yo'lga borib mahrum bo'lib qolayotganlarni ko'rib achinasan. Ba'zilar bor. Shu yo'lda go'yo murid bo'ldim deydi-yu, sal shamol esib qolsa, darrov to'nini teskari kiyib, umuman begona zindiqqa aylanib oladi. Ba'zilar bor, ozgina martabasi bir joydan martaba tegib qolsa, tamom bo'ldi, u bularni hididan ham qochib yuradi. Ba'zilar bor, sal jir bitib ozgina dunyo bitib qolsa ham bo'ldi, tamom, ular umuman o'zini bir Xudoni oshig'iga, go'yo Xudoni mahbub bandasiga aylanib qolgandek his qiladiganlar bor. İçimizde bor shular, biz shularni guvohimiz. Biz esa ana shu kamolotni, dunyo saodatini, dunyo martabalarini shu zotlarning eshiklarini tagidagi paymonalaridagi garddan izlaymiz. Koshki biz shu zotlarni mayli dunyo bizdan yuz o'girsin, hamma bizdan nafratlansin, lekin shu zotlarni paki paytovolariga, oyoqlarini tagidagi gardiga arzisak, shu hech bo'lmasa o'sha zotlarni ostonasidagi tuprog'iga aylana olsak deb orzu qilamiz. Bizni orzumizning eng yuqori cho'qqisi shu zotlarning paymonasi. Shu zotlarning eng paygakdagi tuproqlarning tagidagi eng bir xas xarobasi bo'lsak degan umidimiz bor. Alhamdulillah. Ana shu holatda murid o'zini muhabbatini, o'zini holatini izhor qilmas ekan, o'zini muhabbati mana shu yuqoridagi aytilgan darajada piriga bo'lgan muhabbati bo'lmas ekan, u bu dunyodagi erishgan martabasi-yu davlati o'ziga yarasha bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, mana oldimga kelgan murid
toki o'sha shartlarga, holatlarga rioya qilmas ekan, qalbida taraddud va shak shubha qolmas ekan, u hech narsaga erisha olmaydi dedilar. Biduni in sharoit muomalay onjoro barham nazanand. Shu holatlarni, sharoitlarni o'zida hosil qilmagan inson bu yerga kelib o'tirmasin va jamiyat Tolibon futurni andozi birodarlarga, toliblarga gap tekkizmasin. Ziyodachi mubolag'a namoyat. Vassalom. Yana nima ham deyman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohning tinchligi, barakoti hammaga, xossatan eshitib amal qilmoqchi bo'lgan azizlarga hammamizga nasib etsin. Iymonimizni salomat olib ketishligimizga Alloh taolo tavfiq bersin.